Assalomu alaykum pazanda qo'llar o'z kanaliga xush kelibsiz. Bugun inshaalloh sizlar bilan birgalikda juda ham yumshoq, mazali, cho'kib qolmaydigan bulchka desak ham bo'ladi, qolipsiz tayyor bo'ladigan non desak ham bo'ladi. Tayyorlashni o'rganamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi idishimizga 120 ml iliq sut solamiz. Sutimiz iliq bo'lishi kerak. 30 gram shakar solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz shakar eriguncha. Bir dona tuxum solamiz, oq sarig'i birgalikda aralashtiramiz. Bir choy qoshiqda dro'jni solib, dro'j eriguncha aralashtiramiz. Dro'j yaxshi erib ketishi kerak. Endi esa elangan 250 gram, 300 gram un ishlatamiz. Avval 250 gram solib, kamlik qilsa yana 50 gram solamiz. 300 gramdan ko'p un ishlatmaymiz. Un solib lopatkada xamir qoramiz. Xamirimiz yumshoqqina xamir bo'ladi. Qo'lga yopishadigan yumshoq xamir bo'ladi. Xamirga ko'proq ishlov beramiz. Bir choy qoshiqda tuz solamiz. Yana xamir qilishda davom etamiz. Xamirimiz boshida mana shunaqa holatda ko'rinadi. Tinib dam olgandan keyin chiroyli bo'lib o'zgaradi. Mana ko'rinishi juda ham yumshoq ko'rinadi. Endi esa ustini qopqoq yoki salofan paket bilan yopib 20 minutga tindirgan olib qo'yamiz. Yigirma minutdan keyin salgina ko'tarilib, xamirimiz yaxshi holatga keladi. Xamirimizga xona haroratida erigan 25 gram margarinni solamiz. Lopatka orqali xamirimizning hamma joyiga surib olamiz. Lopatka bilan 1-2 minut ishlov beramiz. Margarin hamma joyiga bir xilda tegishi kerak. Qo'limiz orqali 7-8 minut ishlov beramiz. Qancha xamirga ko'p ishlov bersak, shunchalik chiroyli bo'ladi. Mana xamirimiz 7-8 minutdan keyin mana shunaqa holatga keldi. Yumshoq, qo'lga yopishadigan xamir bo'ladi. Endi idishimizga solib, ustini salofan paket bilan yaxshilab yopib, sochiq bilan ustini yopib, 1 soatga oshirgan olib qo'yamiz. 1 soatdan keyin 1 barobar oshib, yengil xamir bo'ladi. Mana 1 soatdan keyin xamirimiz juda ham yengil va chiroyli xamir bo'ladi. Stolimizga olib, xamirimizni 10 ta bo'lakka bo'lib olamiz. Har bir bo'lagimizni zivolacha qilib olamiz. Har bir bo'lagimiz 46 gramdan to'g'ri keladi. Bir xil chiqishini xohlasak, gramlab olsak, bir xil va chiroyli chiqadi. Mana tayyorlab oldik. Endi idishimizga, patnisimizga taxlab, ustidan salofan paket yopib, 15-20 minutga tindirib qo'yamiz. Tingandan keyin juva orqali yoyib olamiz. Qo'limizda juda ham kam ishlov beramiz. Juvada ishlaymiz. To'rtburchak qilib yoyib olamiz. Yoyib oldik. Endi yig'ilib ketmasligi uchun pastki tomonni qo'limiz bilan mana shunaqa qilib olamiz. Kolbasa shaklini berib o'raymiz. Har bir o'rab olgan o'ramlarimiz 13 sm dan to'g'ri keladi. Duxovkamiz listiga pishiriq qog'oz to'shab, har birini orasini salgina ochib, yonma-yon qilib, mana shunaqa shakl taxlab olamiz. Hammasini shunaqa to'rtburchak qilib yoyib, kolbasa shaklida o'rab, patnisimizga taxlab olamiz. Judayam chiroyli va yumshoq
non bo'lib chiqadi. Juda ham mazali bo'ladi. Mana hammasini tayyorlab oldik. Endi ustini selofan paket bilan yopib 1 soatga olib qo'yamiz. 1 soatdan keyin yana 1 barobar oshib, yengil xamir bo'ladi. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Mana shunaqa chiroyli xamir bo'lib chiqadi. Mana shu xamir usulida bulochka tayyorlasak, bulochkalarimiz ham juda ham ajoyib chiroyli bo'lib chiqadi. Mana tayyor. Endi bir dona tuxum sarig'iga 1 osh qoshiq sut yoki o'simlik yog'i solib, yaxshilab bir xilmasi bo'lguncha aralashtiramiz. Hamma joyga bir xil qilib chiroyli qilib tuxum sarig'ini surtib olamiz. Bir xil qilib surtishimiz kerak. Bu arada duxovkani 160 gradusga qo'shib qo'yamiz. Qizib turgan duxovkamizga 160 gradusda 20-25 minutga pishirib olamiz. Mana pishib tayyor bo'ldi. Juda ham yumshoq va mazali bo'lib chiqadi. Juda ham chiroyli va mazali bulochkalar bo'lib chiqadi. Mana ichlari qanaqa chiroyli pishgani. Ertalab sariyog'lar bilan, vareniylar bilan bolalarga yeyishga juda ham yaxshi. Salgina kattaroq qilib tayyorlab, hot-dog bulochkasi qilsak ham bo'ladi. Qancha bossa ham cho'kib qolmaydi. Mana o'z holida turadi. Tayyorlab ko'ringlar, sizlarga ham tavsiya qilaman. Videoim yoqqan bo'lsa kanalimga obuna bo'ling, like bosinglar, fikringizni kommentariyada qoldiringlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi videolarimgacha sog' omon bo'linglar.